Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum tavakkul ukam. Qanday ahvolingiz, yaxshi turdingizmi? Endi bu shu odamlarni endi ustoz demdiq, demamdiq. Ustozlik salohiyatiga uyg'unmi, uyg'un emasmi? deb toza cho'kib kirsakchi desa, asli ustozlik salohiyatiga uyg'un emas. Ustozlik salohiyatiga uyg'un emas. Ma millatning beshiga eg'ir bir kun kelgan vaqtda bular o'zining rolini joriy qildiranmagan. Hem de aşında mediyaga chiqib, aşındaq millatga bir foydali bir gap qilamagan odamni yanalam ustoz deb yuraversa, ma tövende vatan uchun, millat uchun jon ko'ydirayotgan, nayt to'g'ri fikrlarni qilayotgan, dunyo vaziyatini shunda chiroyli mo'ljallayotgan va Qur'onnimi, ya'ni Allohning dinini nayt to'g'ri ravishda yetkazayotgan odamlar yana shu peti qip-qiliqliq. Lekin bular burun kiyib qalpıqı bularda şu qalpaq bilan şu o'rinda o'tirayotidu. Bularni chu desa, xalq ustoz deylik. Endi biz mo'shundoq o'zining dinini bilmaydigan, millat deganni bilmaydigan, vatan degan qanday narsa uni bilmaydigan. Uni vatan deganning qandoqligini bilsimi, milletining Uyg'ur ekanligini bilsimi, uning beshiga eg'ir mushundoq bir kun kelgan chaqda uning butunlay millatning diqqatini shu vatani uchun, shu millati uchun, shu o'zining ozodlik uchun, shu tajovuzini qo'g'lab chiqarish uchun markazlashtirilmagan odam u ustoz bo'lolmaydi, o millatga. Ustoz bo'lolmaydi. Ya bular tuzilish kerak, ya millet bularni ustoz deyishdan voz kechish kerak. Voz kechish kerak. Bularning kallasida Qur'onni o'qigandan keyin Qur'onda o'z vaqtida payg'ambar alayhissalomga eng qarshi chiqqanlar kim o, shu dinga eng qarshi chiqqanlar kim o desa, shu yahudilar. Yahudilar. Şu qarşı çıqqan şu davrda, şu mavjud sharoitda, şu vaqtda qarşı chiqqanlar şu yahudilar. Muhammed alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Payg'ambar kelmaydi. Agar Muhammed alayhissalomdan keyin navzubillah payg'ambar kep qilib Uyg'urning ichidan payg'ambar chiqib qolgan bo'lsa, dunyoda dinga eng qarşı chiqqan kim bo'ladi desa, Xitoy bo'ladi. Yani bir samaviy kitob kelsa, hozir Xitoyning islom diniga, yani Uyg'urlar selayotgan dushmanligi, Uyg'urlar selayotgan zulmi, qilayotgan dushmanligi, bizning dinimizni qilayotgan dushmanligi, agar yuqorida degandek mümkün bo'lmaydigan bir ish qon, nauzubillah deb qo'ydim shunga. Bir payg'ambar keladigan ish yo'q qolgan bo'lsa, Uyg'urning ichidan bir payg'ambar chiqsa, islom diniga eng qarshi chiqadigan, eng nejis millat, eng sharafsiz millat shu Xitoy bo'ladi. Xitoy bo'ladi. Bu yerda yahudilarni tilga elishdik sabab nima desa, qiyomatgacha uningga ashininga o'xshash qarshi turganlar shu yahudilar bilan o'xshash bo'ladi. Xitoyning hozir islom diniga qarshi turishi, yahudilarning o'z vaqtidagi qarshi turishidan ishib ketiglik. O'z vaqtidagi Muhammad alayhissalomga qarshi turishidan ishib ketiglik. Hozir Xitoy qanday qilib yetib olganligini, nima qilib yetib olganligini, insonlarni qaysi shaklda qiynayotganligini, qini Xudoying seni qutuldirmoqmisinmi deb qanqir qaqshitib o'ltirib yetib olganligini, Qur'onni Allah tarafidan kelgan deb e'tirof qilmasdan uni qo'ngni aytayotganligi, jundi yo'llarga tashlab yetib olganligini, hojat hollarga tashlab yetib olganligi, la ilaha illallohdan iborat shu kalimani oshxonaning ostiga qo'yib, insonlarga dasitib aroq ichadigan restoranning ostiga rasmiy bezab qo'yganliklaridan tortib, hammani mo'shu insonlar hammani biladi. Bilib turib, texicha Xitoyni
islom diniga yahudidek bir dushman, uningdimi eshitib tushgan bir dushman deb qaramaydi. Qaramaydi. Mushu so'zining ichida Falastinlikdagi ruh Uyg'urda yo'q debdi. Falastinlikning dushmanidek dushman Uyg'urning qarshisida bo'lib qolsa, Uyg'ur yengib o'tadi uni allaqachon ozod qilib o'tadi. Falastinlik qo'liga qurol olmay Masjid-i Aqsa meselesi, Masjid-i Aqsa'nı taqib olgan chaqda shu masjidda namoz o'qiymiz deb ashlar bilan kurash qilib, ashlarga tosh etib, ayollari etilib, berib, shu askarning uya biyalarini tatqa vaqtda Yahudilar shularni etib boramdi desa atmayotidi. Bizning xalqimiz ma masjidni taqib olding, ochsa bu masjidni yoki chaqmaysa deb etilib berib baqsinchi, etibdi Xitoy. Etibdi. Uyg'urning qarshisidagi dushman bilan Falastinlikning qarshisidagi dushman o'xshamaydi. Agar insonlikdan so'z ichib qolsak, agar insonlikdan, insofdan so'z ichib qolsak, Xitoyga qaraganda 80% insof bor Yahudida. Şu Peygamber aleyhisselamның vaqtida şu dinge en qarşı çıkan, en qarşı doğan, en cahillik qilgan. Şular bo'lgandan keyin tarixdan tatip şu bölgede, şu rayonda peygamberler intayin ko'p kelgan chaqda şu peygamberlerge qarşı chiqqanlar şular bo'lgandan keyin Qur'onda shularni tilga olmay kimni tilga oladi? Başqa yerdagi bir odamni misol qilib qo'ygan bo'lsa, o odamlar uni ko'rmagandan keyin, bilmagandan keyin rostmidi, yolg'onmidi deb gumonlanib qoldi. Unda qo'ygandan keyin desa, shu Yahudilarning, shu arablarning shu rayonda bo'lgan, shu talash tortish, shu rayonda bo'lgan tarixdan tortib qilgan ishlarini hammasiga o'rnak qilib turib, uningdan Qur'onda jiq tilga elinishlik sabab shu. Qur'onda tilga Yahudilar en ko'p ilinganligi uchunlam Yahudi dinning dushmani, boshqa odam dinning dushmani emasmi? Dinning Yahudidan necha hassa ustunlik dushmanlik qilyotidi-ku. Yahudidan necha hassa ustunlik bilan bizni qiryotidi, o'ltiryotidi. İntayin cho'ng hiligarlik bilan dunyodan umumyuzlik qapab turib, taqab turib hamma tarafni. Hech qanday mediaga ko'rsatmay turib o'ltiryotidi-ku. Özümüzün ölügüge ega olamaymiz. Falastinliklar özünün ölügüge ega olalaydı. Ölügünü elip özü kömelaydı. Bizning ölügimizni köydürüp yutib bardığı. Bularning kallısida Qur'onni o'qib, Qur'on zodi nimaga buyuryotidi, nimaga chaqiryotidi. Biz Qur'onning ro'yi bo'yicha ish qilsak, nima ish qilishimiz kerak ekan? Buni tushunmaydi. Bu dinni qabul qilish bilan birga arabning urf-odatini tangli qabul qilib olgan. O'zimizning tarixini mukammal tushunmaydi, tarixdagi qahramonlarimizni bilmaydi. Şu Peygamber aleyhisselamga peygamberlik vahiy kelganda bizde Turpan, Ediqut, Uyg'ur xandonliqlari botdi. İsmini delenmegen bo'lsam, tarixchilar depasi bo'ldi, xandonliqlar botdi deb. Şu Peygamber aleyhisselamga peygamberlik vahiy kelgan chaqda biz davlatlish bo'lgan, shaharlish bo'lgan bir millat, ular qo'ng'i ishdan kelmagan chaqda biz shaharlashib, davlatlish bo'lgan. Vay biz o Arap'tan o biriniga qanday kirishni, tamoqni qanday yeyishni o'rganmasakmi bo'ladi. U din emas. Din aşı Qur'on. Din aşı Qur'on bo'lg'ashqa, aşı Qur'onga agashgashga dunyoda eng qo'ng'i ishdan kelmay, eng keyinda qolgan o millatni shu Qur'on bilan Muhammad alayhissalom eng yuksak bir pallaga chiqqan. Biz hazır yükselimiz deydikenmiz, üstün boldikenmiz deydikenmiz, moşu dinimizni özümüzden moşu itqat kılıvatkan moşu dinimizni asası yetekçi rol kılıp durup, milletini uygutup şu tacavuzunun kutlumen deydikenmiz, Kur'an bilen bu milletini yeteklesek boludu. Aşı adamlar çö dese, dinni ügünüşülen birge Arap'nın örp adetini mi din dep ügünü vağallık üçün, Arap'ni nait yoğan bölüp gidiyor. Ameliyatı yokurdu deginimde ular qo'ng'i ishdan kelmagan chaqda biz davlatlish bo'lgan, shaharlish bo'lgan bir millat biz.
Şunda bir millet. Muhammed aleyhisselam insanlıqның evveliga o'xshash gaplarni qildi bular. Uningdan avval insonlar kiyim kiymagandek, uningdan avval insonlar hojatga bormagandek, uningdan avval insonlar hech qanday yemak ichmak yeyishni bilmaydigandek, o'tirib qopishni bilmaydigandek mushunda gaplarni qildi. Hattoki uningdan avval ayollar yashamagandek. Xuddi shu Muhammed aleyhisselam ayollarning hayzining qachon to'xtaydiganligini Muhammed aleyhisselam insoniyat dunyosiga o'rgatgandek, mana mushunda bir nimalarni din deb so'zlab o'tirdi bular. Demek yig'ib aytganda dinni o'zi bilmaydi. Uydirilgan bir narsada o'qigan. Din emas bir narsani din deb o'qigan. Ulardimi gunoh yo'q. Ashuni din deb o'rgangandan keyin amal yo'q. Nerede ketkizip koyduk? Nima uchun ketkizip koyduk? Nima uchun mushu holga tushdik? Qayerda biz zodi xatolaşdik deb mani tafakkur qilib, biz Qur'ondan chatnab chiqibdik, dinimizdan chatnab chiqibdik deb aslidagi dinga shu Muhammad alayhissalomga kelgan shu Qur'onga, shu jahil arabni inson qilgan shu Qur'onga kelib, shu Qur'on bilan ma millatni yetaklasa, o'zininki dushmanning kimligini toniy olaydi. Hazır o Kur'an'dan çıkıp başka bir nesin din deb öğrengenlik için düşmanını mı farklandıramaydı hazır bula?